Bugun biz Shohrux Oganov bilan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu odam haqida biz bugun ko'proq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Shohrux aka, agar sizni bitta so'z bilan ifodalash kerak bo'lsa, bu qanday so'z bo'lardi? Mehnat. Mehnat. Faqat harakat. Nima uchun? Butun hayotim shunaqa. Butun umrim mana shunaqa o'tyapti mana. Chunki mani eng asosiy qonun, o'zimning lичный shaxsiy qonunim hech qachon qo'l tushirma. Hech qachon mehnatdan to'xtatma. Mehnatdan to'xtatdingmi, bo'ldi, o'lding. Ijtimoiy tarmoqda va hayotda siz har xilmisiz? Har xil desam, neto bo'ladi, chunki mani qanaqadir shaxsiy kачестволарim bir xil. Men shunaqa odamman. Hayotda ham, virtualniy hayotda ham bir xilman, lekinda qanaqadir intimniy momentlarni ko'rsatmayman. Hamma misol uchun ochurmaysiz, o'zingizga eng важный narsani ko'rsatmaysiz odamlarga. По-любому qanaqadir siri qolishi kerak. Har doim siri qolishi kerak. Agar sir qolmasa, siz qiziq bo'lmaysiz odamlarga. Albatta. Любой joyda sir. Shuning uchun menda ham ozgincha biz sirlarni qoldiramiz, qolgan narsa bir xilmiz. Ikkalasi, ikki hayotda ham. Ya'ni kamerada qanaqa Shohrux, hayotda qanaqa Shohrux, ikkalasi ham bir xil. Absolut. Juda ham yaxshi. Sizni hozirgacha o'zingiz hayron qoldiradigan narsa bormi? Mani fikrlashim, hayot qarashim haqiqatan mani o'zimni hayron qoldiryapti. Mani haqiqatan nimagaki, chunki men oddiygina narsani shunaqa chuqur kira olaman, shu oddiy narsaga o'zim ham aytamanki, nimaga kiraman, o'zi kerakmi bu narsa menga? Undan ko'ra oddiy hayot yashamaymanmi? Nima qilaman? Shunaqa o'ylab oddiy narsada. Shunaqa, shu hamma narsada-da. Juda chuqur kiraman, juda chuqur analiz qilaman, juda chuqur savollarni bilaman, juda chuqur kapatsi qilaman-da hamma narsada. Shu hayron qo'yapti haligacha. Menimcha umrim uzoqgacha qoldiradi meni hayron. Shuning uchun men ko'p odamlar bilan kelisha olmayman. Ko'p odamlar bilan kelisha olaman va ko'p odamlar bilan kelisha olmayman, chunki meni fikrlashim to'g'ri kelmayapti-dek, to'g'ri. Ko'pchilik meni jinni deb o'ylayapti. Mana shunaqa. Sizni birinchi ko'rishda odamlar qanday fikr bildiradi? Ko'p odam menga kibrli deb o'ylayapti. Kibrli. Kibr deyapti, mana shunaqa deyapti. Bu normal holat. Nimaga yo'q? Chunki ozgincha выделяться, ko'p odamlardan ajratsa qilsangiz, siz уже kibrli bo'lasiz. Ozgincha pulingiz ko'proq bo'ladimi? Fizически qanaqadir chiroyli bo'lib kirasizmi? Ozgincha ko'p odamlardan yaxshiroq bo'lsangiz, siz по-любому уже boshqa odamlar uchun kibrsiz. Va shu mani ustimda mana shunaqa fikr bor, chunki men kibr. Lekin men bilan gaplashgandan keyin, chuqurroq gaplashgandan keyin, voy, vashi oddiygina odamsan-ku deyishadi-da. Vashi boshqachasan-ku deyishadi. Birinchi fikr shu. Siz o'zi odamlar bilan kommunikatsiya qilayotganingizda qanaqasiz? Introvert yo ekstrovert? Odamlar bilan qanaqa gaplashasiz? Maksimalni sotsialniy odamman. Chunki bugungi hayotida hamma narsa odamda. Siz oyligingiz odamdan olasiz, siz magazinda non odamdan olasiz, siz настроение boshqa odamdan olasiz, siz dopaminni boshqa odamdan olasiz. Shu hamma narsa boshqa odamdan keladi sizga. Shuning uchun antisotsialniy bo'lsangiz, bu g'alati, bu degradatsiya. Tushunyapsizmi? Поэтому hamma narsa odamdan. O'zingizni yoshligingiz haqida gapirib bera olasizmi? Qanaqa o'zi bo'lgan? Oddiy bo'lgan. Hammaga o'xshab oddiy holat. В общем, uydan o'tira olmasdim. Ko'cha bo'lani edim. 9dan chiqsam, 9dan uyga kiraman. Oyim baqir-chaqir, uyga kirmaysan, ovqat yemaysan, menga hech narsa kerak emas edi. Faqat ko'cha, futbol, bolalar, juda oddiy yosh paytim bo'lgan shunaqa. Ja'uncha qanaqadir boshqacha, tam krutoy narsalar bo'lmagan. Ajralib turmagan. Ajralmagan va вообще. Средний статистический odamga o'xshab shu ham bo'ldi menda. Tushundim. Shohrux aka, xabarimiz bor, sizni oiz o'zlari katta qilganlar. Va bu sizda qanaqadir o'zgarish paydo qilganmi? Men o'ylashim bo'yicha по-любому qilgan. Po-любому qilgan. Chunki odam bo'lganda balkim boshqa bo'lardim. Balki yaxshilik bo'lganmi, balki yomonroq bo'lganman. Lekin oyim hamma narsa bizani uchun qilgan. Biz 3 tamiz, akam, singlim ham bor. Hamma narsa biz uchun qilgan. Bizga bu narsa yetishdi. Har
chuqur kачествосini, то есть odamlarning kачествосini bizga bergan, erkakning kачествосini bizga bergan, hamma narsaga bizga yetarli bo'lgan, ovqatimiz, hatto bu nonimiz har doim bo'lgan. Oyim bu sharoitiga qarab hammasini qilgan bizani uchun. Qanaqadir o'ziga aniqib bizga qilib bermasa, shunaqa bo'lmagan. Sharoitiga yarasha bizga hamma narsani qilgan. O'zim uchun mana oyim koroleva. Hamma narsani qildi. Men pamятник qo'yaman bu. Chunki hammaga emas. Uchalasini ko'tarib, dastoyni ko'tarib va dastoyni hayot yashab. Xudo xolasa dalshib bizni oyimizga endi hamma narsani qilamiz. Otasiz o'sish qandaydir harakat uchun boshlang'ich etap bo'la oladimi? Sizga bo'lganmi bu narsa? Bu narsani yosh paytida tushunmaysiz. Men bunaqa narsani qachon tushunishni boshladim, qachon oyimdan, o'sha uydan chiqib ketganimda o'sha narsani tushunishni boshladim. Har ответственность faqat o'zida. Odam har doim o'zini действиясiga, o'zini so'zlariga javob berishi kerak. Hatto bu o'zini shaxsiy hayoti uchun javob bersa, boshidan o'zini hayoti uchun javob bermasa, boshqalarning ustida ответственность ola olmaydi. Normal oila qura olmaydi. Oilasi uchun ola olmaydi, agar o'zini uchun javob bermasa. Shuning uchun по-любому, men bilmayman, yaxshi bo'ladimi, bo'lgan bo'lardi yoki yomon bo'lgan bo'lardi, chunki men sравнением yo'q deyman. Menda yo'q, menda bo'lmagan. Men o'zim uchun menda hammasi yaxshi. Oyim hamma narsani berdi. Adam bo'lganda qanaqa bo'lardi, o'zi hech qachon bila olmaymiz. Lekin men haqiqatdan o'zimga qonun, не то что bu qonun, o'zimga yetdim. Xudo xolasa bundan qaytmayman. Men o'zim shunaqa adab bo'lmayman hech qachon. Men по-любому meni oilam полноценный oila bo'ladi. Chunki men tushunmayapman shunaqa erkaklarni tashlab ketadi va tashlab ketish mayli, bu bitta gap. Hech bola qilmasdan bo'lib qo'ydi, короче, shu yurursin, nima bo'lsin, bo'lsin, короче. Xudo xolasa men o'zimga aytdim, shunaqa odam bo'lmayman. Hozirgi paytda juda ham ko'p murabbiylar, ya'ni trenerlar ko'paygan. Va ko'pchilik bilmaydi. Yaxshi trener bilan malakasiz, ya'ni opiti kam trenerni qanaqa qilib ajratsa bo'ladi va qanday odamlar trener yaxshi o'ziga tanlasa bo'ladi. Yaxshi trener просто zo'r trener 5-10 qadamga oldin qaraydi. Shablon bo'yicha ishlamaydi. Faqat tana bilan ishlamaydi boshida, bosh bilan ishlaydi. Chunki bosh o'ziga kelmasa, tana ham o'ziga kelmaydi. Tana bosh o'zgarsa, tana o'zidan o'zi kelaveradi, побочный effektga o'xshab. Po-любому bo'ladi. Sen boshing bilan ishlagin. Psixologiya eng asosiy narsa hayotimizda psixologiya. Hamma narsa psixologiyada boshlayapti. Даже o'zingizni gormonal sistemangiz psixoemotsional fonda boshlayapti. Psixoemotsional fond depressiyaga kirdingizmi, shu gormon undan keyin buzish boshlaydi. Siz baxt bo'lasizmi, baxtli bo'lasizmi, bu gormoningiz shunga yarasha o'zini qilyapti sekin-sekin. Eng asosiy narsa psixologiya. Boshida odamlar bilan bu psixologik taraflama ishlash kerak va 5-10 qadamga oldin qarash kerak. Chunki hozir shablon bilan ishlasangiz, misol uchun bitta odam keldi, men o'shan bilan bir xil ishlayman. Ikkinchi odam bilan, uchinchi, to'rtinchi odam bilan. Ular bir xil emas-ku. Kimdirdan qo'l uzun, kimdirda bosh uzun, bo'yin uzun, bilmayman, misol uchun. Oyoq uzun. Bir xil ishlasam, urot bo'ladi-da. Kartinka yasayapman. Anu skulptorga o'xshab bo'ladi-yu, tosh sho'radi-yu va kartinka yasaydi. O'sha odam bilan men ham shunaqa narsa qilaman. Chunki men uchun fitness, bodybuilding va просто o'sha fitness va bodybuilding просто sport emas, men uchun bu искусство. Chizvosiz odamni. Tushunasizmi? Agar siz bilmasangiz, kim biladi, siz murabbiysiz-ku. Tushunasizmi? Shuning uchun odamlar просто ko'p pul olmoqchi-da. Lekin o'zini rezultatga, natijani xohish yo'q, natijani qilish xohish yo'q. Menda 10 ta odam bo'lsa, 10 tadan natija bo'ladi. Men 100 ta odam olib 10 taga natija qilmayapman. Men 10 tani olma 10 taga natija qilib beraman. Shohruh aka, bilamisiz, endokrinologiyani juda yaxshi bilasiz. Anatomiya, fiziologiya. Menimcha. Shu hammasini bilgan trener nima bilan ajraladi va bu qanaqa преимущество beradi? Misol uchun siz mashinani haydayapsiz, tez mashinani haydayapsiz. Xo'p. Mana shu 10 tarafingizda azot bo'ladi, zakisat, nitro bo'ladi-yu. O'shani bossangiz tezroq uchasizmi? Albatta. Xuddi shu bir xil. Ishda ham xuddi shu. Informatsiya bormi sizda? Sizda оружие bor. Siz tezroq natijaga erishasiz. Sog'liq qoldirib, chiroyli odamni qoldirib, urot qilmasdan tezroq natijaga erishasiz.
har doim o'zingizga savol bersangiz, misol uchun nimaga men bugun kunlariga 5000 oyligim olyapman de? Chunki sizda 5000 ga informatsiya bormashdi. Kimdirda 1 million dollarga informatsiya bormashdi. Shuning uchun 1 million dollar oliy olyapti. Kimdir 1 milliard dollar, kimdir 500-300 dollar, kimdirda 4-7-10 ming dollar. Qancha ko'p informatsiya, kerak informatsiya, zo'r informatsiya bo'lsa, shunga yarasha natija ham bo'ladi. Va shunga tez. Qarang, hozirgi paytda trenerlar endokrinologiya, anatomiya, fiziologiyani bilishi shartmi? Albatta. Hatto bazani bilish shart. Bilmasa bu xato. Chunki men har doim aytaman shogirdlarimga, odamlarga ham aytaman, "Voy, men shuni tosh ko'tarish 1 oyda o'rgataman sizni. 1 oydan keyin o'zingiz qila olasiz. Chunki o'sha yerda qiyin narsa yo'q, muammo emas tosh ko'tarish. Va bu narsani o'rgatish. Lekin shu bilan tamom bo'ldimi? Eng asosiy narsa mana shu emas, ko'rinishda ichida odamlar bilan ishlashni bilsang, tashqarida ham vashi boshqacha bo'ladi. Va bilamiz, Shohruh aka, siz nafaqat odamni tanasi bilan, ya'ni bundanda chuqurroq narsa bilan ishlaysiz. Va bu narsaga siz qanday kelgansiz? Nima sabab siz chuqurroq ishlashni boshlagansiz? Va o'zim men yoshligimda, ishonasizmi? Yoshligimda men har doim eshitishni yaxshi ko'rardim. Odam bir-bilan gaplashganda eshitishni yaxshi ko'rardim. Lekin menga nima haqida gaplasganda menga qiziq bo'lmasdi. Qanaqa emotsiya qilardi, qanaqa tana reaksiya berardi, qanaqa ko'z reaksiya berardi, qanaqa fiziognomika reaksiya berardi. Shuning uchun, chunki ular odamlar haqiqatan haqiqiy chuqur narsa nimaligini ko'rsatyapti, tushunasizmi? Siz tushuntirib beraman. Odam bitta narsa aytsa bo'ladi, lekin ko'zlari vashi boshqa narsa aytadi. Aldaydimi, aldamaydimi? O'ziga ishonadimi, ishonmaydimi? Tushunasizmi? Shuning uchun men o'sha yosh paytida shunaqa narsa boshlagan va где-то taxminan 3 yil oldin hayot meni bitta odam bilan tanishdi. Alhamdulillah deyman. O'sha odam haqiqatan meni fikrlashim, dunyoga qarashim, hamma narsani o'zgartirdi. Va juda chuqurroq bo'lib ketdi. Shu naблюдательность, размышление, мышленияni o'zi shunaqa. Shohruh aka, sizda shunaqa shogird bo'lganmi? Qiyin va esda qolarli. Eng birinchi qiyin shogird bo'lgan va esda qoldi. Undan keyin uncha eslolmayman shogirdlarni, lekin birinchi shogird bo'lgan qiz bo'lgan, ayol kishi, qiz bola emas, ayol kishi, katta ayol kishi. Ismi ham adashmasam Vika bo'lgan ismi. U juda ko'p muammolar bilan kelgan. Ko'p orzular bilan kelgan, suyaklar bilan problema bo'lgan, teri bilan problema bo'lgan, o'zi miyada problema bo'lgan. Короче-da, ko'p problema. Va qanaqa u bilan ishlashni teoriyada bilganman, lekin praktikada bilmaganman. Haqiqatan qo'rqardim bunaqa odamni olish, chunki o'zingiz javob berasiz keyin agar nimadir net o'qib olsangiz. Lekin bu o'yinga kirdim, zavrушkaga kirdim va xudo xolasa undan keyin zaldan ketgandan keyin где-то 2 yil mendan so'ragan, Shohruh yaxshimisiz? Shunaqa. Haligacha Facebookda bir-biriga obunamiz. Vashi boshqacha ayol bo'lib ketdi. Shunaqa hayotdan mazza qiladigan, baxtli, biling, ranglarni ko'rish boshladi bu. Vashi boshqacha odamga aylantirgan. Va men shu narsani qarasam juda mazza qilaman-da, agar odamga yaxshilik qilsam. Chunki menda bitta odam so'raganda bir marta sizni missiyangiz nima? Juda o'yladim, o'zimning missiyam nima? O'zi haqiqatan deb o'yladim-da. Shu fikrga keldim, что agar любой odam meni hayotimga kirsa, 1 soatgami, 1 yilgami, 15 yilgami, 1 oygami farqi yo'q. Mendan yaxshilik olish kerak. Men odamni yaxshiroq qilishim kerak. Zo'r, juda ham yaxshi. Sizda shunaqa shogirdlar bo'ladimi? Siz ularga yo'q deysiz? Albatta, по-любому. Qanaqa shogirdlar? Неосознанный shogirdlar. Kim aytadi-yu, 1-2 oyda qanaqa natija bo'ladi? 1 oyda kachok bo'lamanmi? O'zi 2-3 oyda natija qilib beraman. Lekin bu savolni berish kerak emas-da. Chunki siz tushunasiz, bo'ldi, u неосознанный, несерьезный odam. U moda uchun keladi zalga. Просто ko'pchilik kelyapti zalga, men ham bor edim. O'zi haqiqatan o'zini problemani ko'rmaydi. Shunaqa odamni yomon ko'raman. Vashi. Chunki ular 40 yoshda ham, 45, 50 yoshda ham bo'ladi deyman. Anaqa odamlar, как это так deyman, 50 yoshda mana shunaqa savollar berish g'alati-yu deyman-da. Natto'y ko'p odam, ham o'zingiz ham bilasiz, shu qanaqadir natijaga, tez erishmaydi odam. Hech qachon yaxshi natija bo'lsa,
tubda natijaga любой erishadi takka. Lekin haqiqatan natijaga vaqt kerak. Eng asosiy bilim kerak va pul kerak o'sha narsaga. Tiqish kerak qanaqadir. Shuning uchun men sraz qimmat narx qo'ydim. Chunki srazu bu narx o'zi 90% menga kerak emas odamlardan ajratadi deyman. Ya'ni tushunadigan odamlarni olib keladi. 100%. Shohrux aka, endi keyingi gaplashadigan narsamiz, ko'pchilik sizni faqat trener deb biladi. Ya'ni ko'p odamlarda shunaqa stereotip bor, что kachoklar, zalga chiqadigan odamlar, o'qimagan, faqat kachasi qilishni biladi. Shunaqa deb o'ylaydi. Va siz shu odamsizki, bu stereotiplarni sindirgansiz. Ya'ni ko'pchilik bilmaydi, lekin siz ko'p o'qiydigan odamsiz. Ya'ni har doim kitoblar o'qib yurgansiz. Nima sababdan va qachon kitobni o'qishni boshlagansiz вообще? O'qish uchun emas, o'zingiz uchun. O'qish uchun hech qachon o'qimadim kitob, maktab paytida ham, kollejda ham o'qimadim. Menga yoqmasdi bu narsa, lekin где-то taxminan 16 yoshimda akamga qarasam, nimadir qoldi. Nima qoldi desam, qarasam kitob qoldi. Nima uchun o'qisam? Nimaga kerak desam, endi словарный запас, odamlar bilan boshqacha bo'lasan deydi, hamma bilan. Eshitadi seni, chiroyli gapirasan. Men unga qarab mana yedimmi, lekin u haqiqatan qizlar bilan chiroyli gaplashadi, odamlar eshitadi buni deb o'zimga o'zim analiz qildim. Men ham kitob o'qiyman deganman-da. Bu tak. O'sha paytdan 16 yoshimdan beri men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Chunki по-любому sizni faqat yaxshilik olib keladi. Yomon tarafi yo'q bunda. Faqat siz hayotingizni rivojlantiradi, ancha aqlli qiladi sizni. Lekin men endi kirganimda, o'sha sohaga kirganimda men ko'p stereotip, siz aytganingizdagi stereotiplarni ko'rganman, eshitganman ham. Kachoklar tupoy, kachoklar urot, kachoklarda turmaydi, kachoklar необразованный, kachoklar barobatda. Men o'zimga maqsad qo'ydim. Har bitta stereotipni men sindiraman. Отвечаю men sindiraman. Odam men bilan gaplashganda, voy, vashi boshqachasiz, voy, shunaqa deb o'ylardim. Voy, sizlar vashi boshqachasizlar, men shunaqa maqsad qo'ydim. Shu maqsadga erishdim. Har qatdan javob berishdim maqsadga. Nechta odamdan ham eshitganman buni. Voy, vashi boshqacha. Ko'pchilik mana shunaqa deydi, sen vashi boshqacha ekansan deb aytadi. Shohrux aka, siz sportsmensiz, sport bilan shug'ullanadigan odamsiz, lekin hozir sigaret chekyapsiz. Shu haqida gapirib bersangiz. Birinchisi odamman. Sportsmen emas, birinchisi odamlar. Ideal odam yo'q. Har odamda minusi bo'ladi. Misol chakvonmanmi? Chakvonman. Hech kimni hech qachon bekitmaganman chakkanimni, klubga borganimni, hech kimni hech qachon bekitmaganman. Lekin o'ldiryapmanmi odammi? Yo'q. Aldayapmanmi odammi? Balkim yo'q. Nimadir, ya'ni o'g'irlayapmanmi? Yo'q. Shu ideal odam yo'q. Fitness olamiga o'zi qanday kirib qolgansiz va nega o'zi fitness trenerlikni tanlagansiz? Bitta qiz bola bo'lgan. Современный so'zda aytadigan bo'lsa, menga bort berdi maktab paytida. Menga 16 yosh bo'lganman. Menga juda yoqardi bu qiz. Kelib, tanishib, vнимание qilib, menga sas yuzimga aytdi. "O'y, Shohrux deb, yoqmayapsan." Nega desam, sababini aytsang-chi. Sen juda oson bo'lasan. Yo'q, menga boshqa bolalar, nakachniy bolalar yoqadi va bitta bo'lganda o'zida shunaqa. Qarasam, unga qarayapti mazza qilib. Avval o'zim uchun, lekin u haqiqatan meni zalga teportdi. Shu bilan zalga kirdim, keyin tashadim, yana kirdim, keyin tashadim, keyin где-то kollej paytida bitirganimdan keyin yana ozgincha ishlab, menga oyim aytdi. "Nega trener bo'la olmaysan?" dedi. "Bor, o'qi, sertifikat olgin, trener bo'lib ishla" dedi. Men ham o'ylab, menga yoqadi-yu, tanani ko'rish yoqadi-yu, trening qilish yoqadi. Nima o'shanga yarasha men shu sohada pul topolmayman. Shu bilan o'qidim, bo'ldi, ishga kirdim. Sizni fitnessga kirib kelishingizga birinchi o'rinda o'sha qiz sabab bo'lgan. Trigger. Ya'ni qo'pol qilib aytganda sizni bortingizni bergan. Va siz shu sohaga kirib ketib qolgansiz. Haqiqatan shunaqa bo'lgan. Juda ham qiziq voqea bo'lgan. Необычный dedim. Shohrux aka, siz uylangan odamsiz. Tak. Va sir bo'lmasa, o'zingiz ayolingiz bilan qanaqa tanishgansiz va nimaga aynan shu ayolni tanlagansiz? 2022-yilda bo'lgan. Birinchidan nimaga yoqdi menga? Chunki ko'rinishi yoqdi. Haqiqatan sochli, menga go'shtli ayol yoqadi, nimadir. Mana shunaqa sportivniy ayol yoqadi. O'shda ko'rdim. Chunki birinchi ko'rganingizdan faqat vizual yoqadi-yu. O'shandan yoqdi.
Keyin tudashida ozgincha yurib, aylanib tudashida odamchilikni qanaqa o'zi odam tushundim. Bu birinchidan haqiqatdan predanniy, juda predanniy qiz ishoning. Shu man narsani oldi. Keyin juda prostoy. Baxtli bo'lish uchun unga ko'p narsa kerak emas. Va biza takoy juda ideal balans ushlayapmiz-da. Menga baxt bo'lish uchun ko'p narsa kerak, chos unga ko'p kerak emas. Lekin menda ko'p harakat. Чувствуешь? Он по-любому ман поддержки кот. Lekin ей много не надо, но мне много надо. И bizda balans bor. Lekin keyin haqiqatdan unda qadrlilar menga to'g'ri keladigan. Oila qurish, oila bilan baxt bo'lish. Va u juda добрый odam. Va faqat meni tarafga emas, o'zini taniydigan odamlarning tarafiga emas, har boshqa odamlarning tarafiga добрый qiz-da. Va misol uchun mushak kutib ketyaptim, kuchi kutib ketyaptim, ularga ham добрый-da. O'sha narsa menga yoqdi haqiqatan. Bir xil paytlarda juda ko'p ish qilaman, suitlivi bo'lib qolaman-da, u meni yaxshilab tumanga tormoz beradi. U ozgincha sen ko'p energiya ketkazyapsan, ne to narsaga, kerak emas narsalarga energiya ketkazyapsan. Meni ozgincha menga zo'r meni uspokayib qilib stop beradi-da u qiz. Balans ushadik-da, ushadim-da o'sha qiz bilan. Yaqinda ota bo'lasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Va shunga siz hozir qanaqa tayyorgarlik ko'ryapsiz? Va siz shu haqida nima deb o'ylayapsiz? Ota bo'lganimda, endi bilganimda juda ko'p narsa o'zgarish boshlagan o'sha paytdan ham. Hozir haligacha ham ota bo'lmaganman, lekin o'sha ko'p narsa o'zgardi boshi. Siz misol uchun 10 ta prioritetingiz bo'ladimi, 3 ta qoladi. 99 sizga kerakli narsa kerak emas bo'lib qoladi, puli bo'ladi deydi. Da. Puliga aylanadi. Mishleniyingiz o'zgaradi. Sizda juda ko'p ответственность oshadi sizda. Tushunyapsizmi? Va shunaqa o'ylasangiz, siz ko'p narsani qilishingiz kerak bo'ladi. Siz o'zingiz sразу o'ylayapsiz nimagaki? Chunki menda qiz bola bo'ladi-yu. Чтоб meni qizimmi odamchalik kачествосidan tashqari hech bolani qiziqtirmasin. O'shanga yarasha harakat bor. Mana bunaqa materialniy narsalar unga qiziq bo'lmas. Moliyaviy, ya'ni pulga olinadigan da. Shuning uchun men unga hamma narsani berishim kerak, чтобы u narsalar uning uchun oddiy holat bo'lgan. Oddiy holat bo'lgandan keyin u faqat odam qanaqa odamchilik bu, qanaqa bu odam ichida deb qaraydi. Qolgan narsalarga, postoronniy narsalarga qaramaydi. Shohrux aka, siz uchun muvaffaqiyat bu nima? Ya'ni siz buni o'zingizga qanaqa qilib представлять qilasiz? Rasmga o'xshabmi? Da. Eng yaqin odamlar bilan yotib, basseyn, katta oq uy, mana shunaqa chiqadigan, tepaga chiqadigan uy, sentrda basseyn, bizni oilamiz, og'aynilarimiz, eng yaqin odamlarimiz, bizning farzandlarimiz yuguryapti, onalarimiz o'tiribdi, xotinlar farzandlar bilan o'ynayapti. Biz erkaklar mana shu yotib, barbekyu mana shu jarit qolamiz. Agar rasmga o'xshab bo'lsa, mana shunaqa mashina eng bizga qiziq takoy mashinalar turibdi. Rasmga o'xshab bo'lsa, mana shunaqa rasm. Ya'ni muvaffaqiyat siz uchun bu oila davrida 100%. Eng asosiy narsa baxtli oila. Muvaffaqiyat. Qolgan narsa уже просто instrument. Shohrux aka, agar sizni hayotingiz kitob bo'lganda, u qanday nomlanardi? Sayohatchi Shohrux nomlanardi. Sayohatchi Shohrux. Nimaga bunaqa nom? Chunki butun umrimiz sayohatda. Butun umrimiz o'yinda. Siz o'ynab, o'lib, yana tug'ilib, qayta tug'ilib, ya'ni qayta urinish. 100%. O'yin GTAga o'xshab. Xuddi shu. Oxirgi savol desak bo'ladi. O'zingizdan keyin nima qoldirib ketmoqchisiz? Ko'p odamlarni baxtini qoldirgim kelyapti bu hayotda. Baxtli qilgim kelyapti bu hayotda. O'sha narsa qoldirgim kelyapti. Ya'ni tabassumlar. Tabassumlar. Ko'proq kulsin, ko'proq tishini ko'rsatsin dunyoga, shunaqa desa, mana ko'proq. Lekin hayot umrim oxirigacha keladigan bo'lsa, где-то 5-10 yildan keyin sizga javob beraman bu savol. Hozir ko'rmayapman. Balkim parashyutda sakrab o'lgim kelyaptimi? Yoki o'rmon daraxt ustida uyda o'lmoqchiman xotinim bilan. Yoki mana shunaqa siz bilan podkastda o'tirib o'lmoqchiman, yoki tushib ketmoqchiman uchirib. Bilmayman. Keyinroq aytamiz. Bugun biz sizlar bilan fitness trener, juda ham
katta mutaxassis bu sohada Shohrux Oganov bilan yaqinroqdan tanishdik. Bundan keyin bundanda ko'proq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Sizga rahmat Shohrux aka. Sizlarga ham bergan rahmat. javoblaringiz uchun. Rahmat.